Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Matiz mashinasini sizlar bilan tanishtirib o'tamiz. Og'a, keling o'zingiz so'rang dedim, tez. Mashinaning salonini ko'rsatamiz. Sidena chexollari zo'r, toza sidena chexollar qo'yibdi, poliki bor, linoleum bor. Patolog normalniy. Menlar ular ham 195 ming yurgan ekan. Necha beramiz, og'a? Kraskalar sap. Necha? Qaytin. Qaytin aladi odam patishga 10 ming odam yuradi. Qaytin tushing, men sizdan taniyman. Tushing. Qo'lda endi aytmay qo'ying. Alallar. 39 olasiz. Yo'q. Ay, 35. yaqin 35 ga. 35. Yo'q. Yo'q, 35. Shavatli mashinami? Hava şovat. Shavatli mashina. 35 ga beradi og'a. Berasizmi? Bol telefonasiga gap. Telefonasi o'zi gaplashasang. Mashina nimachi o'zi buni? 111 bu. 111 mi? Hava. Bo'ldi, 111 bo'ladigan bo'lsa 35 ga telefon nomer atamiz. 91'den 91dan 424 424 81 91. 81 adres Zo'rabek. Zo'rabek aka telefon berasizlar, xudo xolasa. Mashina Zo'rabek ham o'zi mashina bilan shug'ullanadi. Birinchi marta ko'rishimiz bu yerni, xudo xolasa. Tanib kelsam o'zimiz urib beramiz. Mashina nima tanam bor. Aloqa chiqarsa, xudo xolasa. Zo'rabek aka. Sodasi bo'lsa, yaxshi aka.